Sağ shuncha zabardast bo'lgan uch parchalikdagi eng kuchli bo'lgan palvon Lyuboni nima ishlatmay o'ltirib o'tadi? Buningda 3 sabab bor. Balkim keyindagi ikkisini siz anglab boqmagan bo'lishingiz mumkin. Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch parchalikni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Sağ Lyuboni o'ltirib o'tadi, uni ishlatmaydi. Ammo buni ishlatmaslikka 3 sabab qaysi? Buning birinchisi Lyuboninki o'ziga osiylik qilishni qo'rqadi. Nima degan bilan Lyubo bir tarafniki pasban bo'lgan, boshqalarning qo'l ostida ishlashni xohlamaydi. Uning ustiga u sadoqatsiz, doim sadoqatsizlik qildi. Ikkinchisi, Lyubo o'zining sadoqatsizligi bilan nurg'un odamlar ranjitgan. Nurg'un odamninki uningdan og'irnishi va nurg'un odamninki uning o'chi bor. Demak, sağ agar uni ap qolsa, shu odamlarni o'ziga dushman qo'yish mumkin. O'zining dushmanini ko'paytirib o'tish mumkin. Uchinchisi, ayni vaqtda Lyuboga Xan podshohi nihoyat yuqori nom bergan, ya'ni eng cho'ng Songun degan nom bergan. Demak, agar u Lyuboni ishlataman deb qolsa, chuqur unga bir nom berish kerak. Endi buning nomini podshohdan boshqa odam tuvaltib o'tish bo'lmaydi. Uningga shu nomini qaytib beray, shu amalni qaytib beray desa, Sağ'ninki amridanmi yuqori ketdi. Demak, bu Lyuboni ishlatish nihoyat tezki to'xtaydi. Shunga Sağ Lyuboni o'ltirayotgan deyish bo'ladi. Agar siz bunun qo'shilsangiz, astlik inkas ayolga alt raqamini qoldirib qo'ying. 3 parchalikdagi mushunga o'xshash xodim boshqarish, odam yetaklash, kishilik munosabat san'ati, so'zlash qobiliyati va korxona boshqarish, iyilik yotish bilimlarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, mening to'pimga kirib oling. Men to'pda 3 parchalik va korxona boshqarish deb sistemli holatda dars so'zlab beraman. Ayrim xonam uchur qilish orqali to'pimga kirib olsangiz